Assalomu alaykum. Tamaddi loyihamiz. Assalomu alaykum. Tamaddi loyihasi oshxona, ya'ni kafe, restoran yoki shu turdagi taomlanish joylari uchun kichik bir ekotizim. Hop, loyihamizni kelib chiqishi albatta tizimdagi muammolarga borib taqaladi. Ko'pchiligimizda uchraydigan muammo bu oshxonalarni qidirishda, ya'ni o'zimizga mos oshxonalar yoki yaqindagi oshxonalar yoki deylik biz xohlagan oshxonalar. Bularda oshxona haqida ma'lumot olishimiz biroz muammoli menyularini bilishimiz ba'zida bizga qiyinchilik tug'dirishi mumkin, ya'ni moliyaviy reja tuzishimiz mumkin. U menyulardagi narxlardan, taom turlaridan kelib chiqib, undan tashqari yana ba'zi bir shunga o'xshash muammolar va bu kabi muammolar ortiqcha vaqt sarflanishiga olib keladi. Vaqt, energiya hamda ba'zida moliyaviy holatda ham rejalashtirilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Hop, platformamiz bu muammolarga, ya'ni biz platformamiz orqali bu muammolarga ba'zi bir imkoniyatlar berish orqali yechim bermoqchimiz va imkoniyatlar ham mijozlar va biznes egalari uchun bor. Mijozlar uchun oshxona haqida to'liq ma'lumot olish, uni joylashuvi, uni deylik ko'rinishi, rasmlari hamda o'sha oshxonalarga berilgan deylik izohlar boshqa mijozlar tomonidan. Va bu ham o'zimiz uchun mos oshxona tanlashda juda qo'l keladigan deylik imkoniyatlardan biri. Undan tashqari menyu bilan tanishish, narxlar, o'sha taomlarning ko'rinishlari, undan tashqari band qilish imkoniyati ham bor. Bu anchagina vaqt va energiyani tejaydi. Undan tashqari ovqat buyurtma qilish va ya'ni oshxonani o'zidan olib ketish uchun va shu asosiy bizni berayotgan imkoniyatlarimiz. Undan tashqari platformamiz o'sha biznes egalari uchun, ya'ni oshxona egalari uchun ham imkoniyatlar taqdim qiladi. Ya'ni ofitsiantlar buyurtma qabul qilish va uzatishda platformamiz orqali amalga oshirishlari mumkin, oddiy mobil qurilmalar orqali. Undan tashqari menejerlar va o'sha marketologlar bo'lishi mumkin, analitiklar, ya'ni oshxona xodimlari platformamiz orqali o'z bizneslarini tahlil qilishi va boshqarish imkoniyati ham bor. Va bizni loyihamizni yana bir xususiyatlaridan biri bu reyting tizimi, ya'ni o'sha aytib o'tganimdek, bu yerga mijozlar sharh qoldirishi, undan tashqari baho berishlari mumkin. Bu o'zimiz uchun mos va to'g'ri oshxona tanlashda juda qo'l keladigan jihatlardan biri. Undan tashqari o'sha yuqori baholangan oshxonalar nisbatan yuqoriroqda turishi, undan tashqari eng mashhur oshxonalar topda chiqishi va shunga o'xshash imkoniyatlari bor. Va statistika va trendlarni ham platformamiz orqali amalga oshirishimiz, ovqatlanish joylarini ko'rish, undan tashqari ko'p baho olgan restoran, kafelar va foydalanuvchilarni o'sha oshxonalarga qoldirgan fikrlari. Undan tashqari agar bizning niyatimiz albatta bu sohada asosiy platformaga aylanish va asosiy platformaga aylanish orqali biz tizimdagi asosiy reyting e'lon qiladigan platformaga ham aylanishimiz mumkin. Ya'ni asosiy reyting bu bizning platformamizdan chiqadigan bo'lsa, albatta platformamiz obro'si va oshxonalar obro'si uchun ham muhim rol o'ynaydigan loyihaga aylanadi. Raqobat va ustunliklarimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, albatta bu sohada o'ziga xos raqobatchilar bor. Yandex yoki Uzum tezkor kabi platformalar ham qisman raqobatchi bo'lishi mumkin, lekin ularda asosan yetkazib berish imkoniyatlari bor. Ya'ni ovqat buyurtma berish, ya'ni masofadan turib stol buyurtma berish yoki olib ketish imkoniyatlari deyarli yo'q. Undan tashqari faqatgina o'sha nisbatan kattaroq tarmoqlar bunda faoliyat yuritishadi. Va undan tashqari yana biz bor raqobatchilar, bular albatta o'sha brendlarning o'zlarining mobil ilovalari, botlari yoki qanaqadir platformalari. Bu nisbatan kattaroq tarmoqlar bunday platformalarga ega va o'zlarining ichida o'ziga xos qanaqa xizmatlar taklif qilishadi, lekin umumiy bitta hammasini birlashtira olgan katta platforma yo'q. Va bo'lsa ham nisbatan featurelari kamroq. Biz hammasini bir platformada jam qilmoqchimiz. Undan tashqari o'z-o'ziga xizmat qilish imkoniyati bu orqali yaxshilanadi yoki yuzaga keladi. Undan tashqari ofitsiantlar uchun avtomatlashgan tizimlar bo'lishi mumkin. Undan tashqari
Bizni albatta birinchi bosqichdagi maqsadimiz bu o'zimizni mamlakatda boshlash va mahalliy bozorga mos holatda mahsulot chiqarishimiz. Albatta har bir startapni daromad manbalari ham muhim ahamiyatga ega va bizda ham daromad manbalari asosiy 3 xil joydan. Ya'ni birinchisi bu restoran, ya'ni oshxonalar uchun obuna to'lovlari oylik yoki yillik yoki kelishuv asosida bo'lishi mumkin. Ya'ni subscription model. Undan tashqari Ascentral uchun maxsus planshet tizimi, bu ham qo'shimcha xizmat sifatida qo'shish rejasi bor. Undan tashqari restoran, ya'ni o'sha oshxonalar uchun pullik reklama va premium xizmatlar, ya'ni bannerlar orqali yoki o'sha to'pga chiqarish orqali va bu ham albatta bu sohadan chetlashmagan holda, ya'ni umuman sohaga aloqador bo'lmagan reklamalar emas, albatta shu sohani o'zini mahsulotlari reklama qilinadi. Bu ham asosiy daromad oqimlaridan biri hisoblanadi. Obuna modeliga batafsilroq to'xtaladigan bo'lsak, asosiy 3 xil obuna modeli bor. Birinchisi bu basic, ya'ni bepul. Restoranlar o'zlarini profillarini ochishi mumkin, menyularni joylash, rasmlarini yoki menyudagi rasmlarni joylashi mumkin. Undan tashqari bular qidiruvda ko'rinadi. Albatta reyting va sharh qoldirish imkoniyatlari ham bor. Ikkinchisi va odatda deyarli ko'p platformalarda eng ko'p foydalanuvchi asosiy standart modeldan foydalanadi. Bu biz $20 qilib belgilandi. Hozirgi kunda taxminiy hisob-kitoblardan kelib chiqib, bunda stol band qilish imkoniyatlari bor. Undan tashqari onlayn buyurtma berish, ya'ni olib ketish uchun va biznes egalari ham bundan buyurtmalarni boshqarishi, avtobildirishnomalar olishi, mijozlar ham, biznes egalari ham, undan tashqari statistikalar va buyurtmalar tarixini ham ko'rishi mumkin. Va bizda nisbatan kattaroq summaga ega premium tarifi bor. Bunda to'pda joylashtirish imkoniyati bor hamda cheklangan miqdorda reklama bannerlarini joylashtirish va kengaytirilgan analitika. Bu o'sha biznes oshxonalarida marketologlari yoki umuman analitiklari uchun juda qo'l keladigan ma'lumotlar, hisobotlar bizning platformamiz orqali berilishi mumkin. Undan tashqari bu premium modeldan foydalangan, ya'ni obuna bo'lgan foydalanuvchilar, ya'ni biznes egalarini nisbatan priority, ya'ni mavqei ham yuqoriroq bo'ladi platformada. Va bizda bozor hajmi taxminiy hisob-kitoblari bor. Albatta birinchi bosqichda, ya'ni serviceable available market, bu tamaddi shu ikki, ya'ni biz platformamiz 2-3 yil ichida egallash imkoniga haqiqiy ulushda oladigan bo'lsak, ya'ni ehtimoli katta bo'lgan ulushda oladigan bo'lsak, bu 5% bo'lsa ham yurtimizdagi jami oshxonalar salkam 5000 tasini qamrab olishimiz mumkin. Va bu $5-8 million tashkil qiladi daromadi. Undan tashqari keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, serviceable available market, birinchi serviceable obtainable market edi. Keyingi serviceable available market bu internet va raqamli xizmatlardan ko'proq foydalanishi mumkin. Ya'ni o'zi zamon rivojlangan sari oshxonalar ham o'ziga va biz 20 mingga yaqin restoran yoki oshxonalarni jalb qiladigan bo'lsak, taxminan $90-100 million ga yaqin daromadga chiqishimiz mumkin. Undan tashqari nisbatan kattaroq ya'ni kattaroq masshtabga ega hajmimiz bu O'zbekistondagi asosiy deyarli barcha yoki bo'lmasa ko'p qismini egallaydigan bo'lsak, oshxona va restoran bozorini bu 56 va daromadimiz ham $400-500 million ga, balki undan ham ko'proqqa yetishi mumkin. Bu bizni jamoa tarkibimiz, ya'ni har bir startap uchun jamoa ham juda katta ahamiyatga ega. Birinchi Kamina, ya'ni bu loyiha asoschisi hamda CEO hisoblanaman. Undan tashqari o'zim ham backend developer sifatida loyihani qurishda ham ishtirok etaman. Undan tashqari Bezodbek Abduvaliyev, co-founder hamda texnik ishlarga javobgar shaxslardan. Undan tashqari Muhammad Qodir, bizda front-end mutaxassisi bor va Dilshodbek Bozorov, mobile developer. Undan tashqari yana bizda bir nechta sheriklar bor. Kuchli vaislari, bular bilan bemalol
loyihamizni qurishimiz va rivojlantirish imkoniyatimiz bor. Bu barcha jamoa a'zolarida o'ziga yarasha bir necha yillik tajribaga ega hamda bir nechta real loyihalarda ishtirok etgan mutaxassislar. E'tiboringiz uchun rahmat. Loyihamiz shulardan iborat edi.